Shoshilinch xabar. O'zbekistonda 1-iyuldan boshlab 5-iyulgacha O'zbekistonda boshlanadi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, shu yilning 2-iyulidan boshlab 5-iyulgacha O'zbekiston hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilmoqda. O'zgidromet agentligining xabar berishicha, 2-iyul kuni respublika shimolida, janubida va cho'l hududlarida, 3-5-iyul kunlari hududning katta qismida havo harorati 40-43 darajagacha, janubida va cho'l hududlarining ba'zi joylarida 44-46 darajagacha isib ketishi kutilyapti. Aziz yurtdoshlar, ushbu aytilgan kunlarda Quyosh nuriga to'g'ridan-to'g'ri soat 10:00 dan 17:00 gacha chiqish taqiqlanadi. Aziz do'stlar, ushbu xabar ostiga like bosing va yaqinlaringizga ham xabarni Telegram va WhatsApp orqali yuborib qo'ying.